bolaga pampers kiyitaveradimi? O'g'il bolaga qanaqa pampers kiyitadi? Imini chaqaloqqa kiyish mumkin emas. Pampers kiyishardi bolaga. Dedi mana ilmani ustiga haligi hamma joyini nima qilib rasuvo qiladi deydi. Rasuvo qilinglardimi? Lekin bolani mayib qilmanglar deb turib, vaqt o'tgandan keyin o'g'il bolaga pampers kiyitaveradimi? O'g'il bolaga qanaqa pampers kiyitadi? Chirdi 23 yoshar bola. Keyin ertaga operatsiya qiladigan bo'ldi, endi tayyormisiz desa haligi bolalarning yuzini bekitib haligi qochgan haligi yuzini ko'rib haligi buni barmoqlar orasidan qaraganini ko'rganmiz kichkina paytda. Hali 23 yoshar yigit hali qilib turib qilib qilyapti. Ayolga garovni ko'paydi. Albatta. Testosteron ishlab chiqaradigan narsa yo'q. Chunki urug'dan normada ma'lum bir vaqtda o'zi qorin bo'shlig'ida bo'ladi. Keyin sekin paychash kerak. Hozir tug'iladigan paytda tushib bo'lish kerak. Endi har kimda qarash har xil, birov 3 yoshgacha, 1,5-2 yoshgacha, 3 yoshgacha yoqasin deydi. Lekin men dunyoqarashim bo'yicha 3 yosh уже kech, xavfli. Ayollarniki nimaga ichkarida joylashgan, erkaklarni osib yotibdi? Chunki erkaklarniki testosteron ishlab chiqarish uchun u sovuq holda turishi kerak. Doimiy ravishda sovuq bo'lib turishi kerak. Qorin bo'shlig'ida necha gradus? 37 gradus bo'ladi. 37 gradusda turgan urug'dan atrofiyaga uchrab qoladi. O'ladi. Endi o'sha vaqtida onasi ko'rmagan, otasi qaramagan, o'g'il bola bo'lgandan keyin ko'rmaydimi? Borib turib bir qarasa qiliqlari cho'ti o'g'il bolaning qiliqiga o'xshamaydi. Maktabda ham haligi bir yurishlari ham, harakatlari ham o'g'il bolaga hech o'xshamaydi. Endi menimcha ko'pchilik holatda normalniy boshi butun o'qituvchilar maslahat beradi. Bolangizni bitta endokringa olib borib ko'ring deb. Unaqa ham bo'lmagan. U bola bizga kelgan paytda 20 yashar, 22 yashar edi. U erkakda bo'lgan.